يشاطرني المحبة والهياما وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Alloh taologa xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga ta qiyomatgacha go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mu'min musulmon qarindoshlar, bugungi darsimiz bo'lsa mehribonlik, tamkinlik va muloyimlik to'g'risida bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Vel kaziminal g'ayz vel afina anin nas vallahu yuhibbul muhsinin. Achchig'ini yutadiganlar, kishilarni kechiradiganlarni Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi deydi. Vel kaziminal g'ayz, ya'ni o'ch ilishga qodir turug'liq achchig'ini yutadiganlarni, vel afina anin nas, yomonlik qilgan yoki bo'zaq qilgan kishilarni kechiradiganlarni. Vallohu yuhibbul muhsinin, Allah yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi deydi. Ko'plagan insonlar bor, o'ch ilishga qodir bo'lmagan chog'da o'zining nimasiga hokim bo'lolmaydi da qurbi yetgan chog'da o'chini oladi. Alloh taolo aytadi ekanki, "Val kaziminal g'ayz", bir vaqtlar zulmga uchragan edi, ammo vaqti soati kelib o'ch ilishga qurbi yetgan chog'da achchig'ini yutdi, yana afv qilaverdi deydi. Mu'min musulmonlarning sifatlaridan biri bu, aziz qarindoshlar. Chunki payg'ambar alayhisalom Makkada istiqomat qilgan chog'larda mushriklar tomonidan nihoyatda ko'p zulmga uchradi. Sitamlarga uchradi. Bardosh berishning iloji qolmadi. Oxir oqibatda Alloh taolaning izni bilan Makkadan Madinaga hijrat qildi va Madinada da'vatlarni ilib borib, oxiri kunlarning birida Makkani fath qilishga erishdi. Alloh taolaning yordami va izni bilan. Makkani fath qilgandan keyin butun Makka mushriklarni Ka'baga chaqirdi. Shuning bilan aytdi ekanki, payg'ambar alayhisalom, "Endi Muhammad nima qiladi deb o'ylaysizlar?" deb xitob qildi Makka mushriklariga. Shunda Makka mushriklari, "Biz sendan faqat yaxshilikni kutamiz" dedi. Shunda payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, "Izhabu va antumut tulaqa" dedi. "Ketinglar, sizlar ozodsizlar" dedi. Vaholanki mana shu chaqda payg'ambar alayhisalom Makka mushriklarining hammasidan o'ch ilishga qodir edi. Qurbi yetadi. Shundaq turug'liq
payg'ambar alayhissalom ana shu payg'ambar alayhissalomga zulm qilgan va boshqa sahobalarga zulm qilgan barliq insonlarni afv qilyapti. Izhabu va antumut tulaqa dedi. Islomga kirishga majbur ham qilmadi aziz qarindoshlar. Mana bu. Ammo qanchalagan insonlar bor. Bu narsa faqat islom tarixida sodir bo'ldi aziz qarindoshlar. Boshqa Hristiyanlarning, boshqa Yahudiylarning, boshqa kafirlarning tarixiga qaraydigan bo'lsak, mana bundaq narsa sodir qilinmagan, ro'y bermagan aziz qarindoshlar. Chunki bir kafirlarning podshohligi masalan bir shaharni bostirib, ana shu shaharni bostirib kirgandan keyin u shaharning qirisi qolmaydi, yoshi qolmaydi, balalik çocuklar qolmaydi, kichik bolalar qolmaydi. Ularning hammasini qilishdan o'tkazgan aziz qarindoshlar. Yo'q, biz bularni afv qilaylik demagan aziz qarindoshlar. Ammo payg'ambar alayhissalom ta'limotlarida bo'lsa, bir shaharga urush ochganda u shaharningki ibodatxonalarga tegmanglar degan. U shahardagi yeshi cho'ng kishilarga tegmanglar degan. Ayollarga tegmanglar degan. Balalarga azor bermanglar degan. Mana shunday ta'limotlar bilan payg'ambar alayhisalom o'zining sahobalariga ta'limotlarni bergan. Shuning uchun mu'min musulmonlar islom lashkarlari boshqa bir shaharni fath qilganda u shahardagi oqsoqollarga, yeshi cho'ng insonlarga tegmagan aziz qarindoshlar. Ayollarga tegmagan, azor bermagan, balalarga azor bermagan. Sahabalar ana shu shaharning ahliga nihoyatda chiroyli muomalada, munosabatda bo'ldi. Oxir oqibatda ana shu shahar ahlining hammasi islom diniga kirishga boshladi. Mana bu ham sahabalarning nihoyatda mehribonligidan, temkinligidan va muloyimligining sharofatidan bo'ldi aziz qarindoshlar. Sizlarga ham mashhur nihoyatda nimani bilasizlar? Ali radhiyallohu anhu g'azotlarning birida bir kafir bilan ilishib, uni besib olib, endi o'ldiraman deganda, o kafir kuchi yetmaganlikdan Ali radhiyallohu anhuning yuziga tukirib qo'ydi. Shunda Ali radhiyallohu anhu darhol uning ustidan qopib ketdi-da, o'ltirmay turib ketdi. Shundaylaqa kafir, sen nima uchun o'ltirmading deganda, men seni Alloh uchun o'ltirayotgan edim. Ammo sen mening yuzimga tukirganimdan keyin mening shaxsiy g'azabim, shaxsiy g'arazim uchun bo'lib qolmasin deb seni o'ltirishdan voz kechdim dedi. Buning oqibatida nima bo'ldi? Buning oqibatida u kafir islom diniga kirdi. Nima degan go'zal din bu? Nima degan go'zal axloq bu? Bundaq axloq insonda bo'lishi mumkin emas. Faqat va faqat haqiqiy din mana shunday axloqqa ega bo'lishi mumkin deb nima qilib ketdi. Agar bu jihad qiladigan insonlar ham jihadning odob axloqini bilmaydigan bo'lsa, u insonlar jihad qildim deb o'ziga gunohni yuklab olishi mumkin aziz qarindoshlar. Har bir narsaning odobi bor, axloqi bor, qonun, qoidasi bor. Mana men jihad qilyapman deb, ba'zi bir jihadningki qoida qonunlarga bo'ysunmay, o'zi bilgancha jihad qiladigan bo'lsa aziz qarindoshlar, u inson jihad qildim deb gunohga sherik bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun har bir narsaning odob axloqi bor. Sahobalar mana shunday go'zal odob axloqlarga ega bo'lgan insonlar. Shuning uchun ularning har bir bosgan qadamlari rahmat, har bir ilib borgan ishlari barakat bo'lib kelgan aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo sizni bizlarni ham achchig'i kelganda achchig'ini yutadigan, kishilarni afv qiladigan, shuning bilan birgalikda insonlarga yaxshilik qiladigan insonlar toifasidan qilishini Alloh taolodan tilab qolamiz. Alloh taolo boshqa bir oyatda yana mundaq deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Khuzil afva wa'mur bil urfi va a'rid anil jahilin deydi. Apuni do'st tutqin deydi. Yaxshilikqa buyrug'in deydi. Nodonlar bilan tang bo'lmag'in deydi.
Biz o'zimizga har doim afu qilishni do'st tutmag'imiz lozim. Afuchan bo'lishimiz lozim. Kas-kammas ishlarga achchiqlaydigan, yamanlaydigan, yaman ko'radigan, g'azab qiladigan, nafrat qiladigan ishlarni o'zimizga odat qilib olsak, bu mu'min musulmonlarning sifatidan emas, aziz qarindoshlar. Qachon bir inson yaman ishni qilayotgan bo'lsa, u ishidan qaytarmag'imiz lozim. İnsanlarni faqat va faqat yaxshilikqa da'vat etmag'imiz lozim. Da'vat etadigan insonimiz bakmu jahil bo'ladigan bo'lsa, u inson bilan tang bo'lmasdan u insondan o'zimizni afqochmag'imiz lozim ekan, aziz qarindoshlar. Sen bilan tang bo'lmayman. Sening yo'ling mavi, mening yo'lim mavi. O'zi haq mavi edi. Men sana haqni yetkazib qo'ydim. Agashsang mana, agashmasang o'zingdan ko'rgin deb, uning bilan ortiqcha takallishib, qiladigan ishlarni qilmasligimiz lozim ekan, aziz qarindoshlar. Shuning uchun Alloh taolo barchamizni mana shu haq yo'lda da'vat qiladigan va haq yo'lda sabit turadigan mu'min musulmon bandalardan qilsin, aziz qarindoshlar. Payg'ambar alayhisalom hadislarida mundaq deydi biz. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam li Ashajja Abdul Qays inna fika khislatayn yuhibbuhum Allah al-hilmu wal-anatu rawahu Muslim. İbn Abbas radhiyallahu anhu'dan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisalom Ashajja Abdul Qaysga mundaq degan ekan, aziz qarindoshlar. Senda haqiqatan mehribonlik va temkinlikdan iborat Allah yaxshi ko'radigan ikki xislat bor dedim. Sahabelarning hammasining o'ziga yarasha alohidliklari bor edi. Bu yerda jumladan Ashajja ibn Ashajja Abdul Qaysga Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, senda Allah yaxshi ko'radigan ikki xislat bor. Uning birisi bo'lsa mehribonlik va ikkinchisi bo'lsa temkinlik degan ekan. Bu orqali Payg'ambar alayhisalom boshqalarni ham mehribon bo'lishga va temkin, ya'ni eg'ir bosiq bo'lishga da'vat qilyapti, aziz qarindoshlar. Mana bu narsalarni anglab qo'yish bilan kifoyalanmasdan, anglagan narsalarga meni Alloh yaxshi ko'rsin deydigan bo'lsak, Payg'ambar alayhisalomning mana bu sahobaga bashorat bergan, xabar bergan mana bu go'zal axloqiga, go'zal fazilatiga ergishadigan bo'lsak, amal qiladigan bo'lsak, biz ham Alloh taolaning ana shu yaxshi ko'rgan insonlar qatoridan bo'lishimiz mumkin ekan, aziz qarindoshlar. Al-hilm degani nihoyatda mehribonlik, yumshoqlik, val-inat degani tamkinlik, ig'ir besiqlik, aldiraqsonlik insonni yomon ishlarga yetaklaydi, aziz qarindoshlar. Aldiraqsonlik, tamkinlik, ig'ir besiqlik bo'ladigan bo'lsak, biz har doim narsalarda yutib chiqamiz. Aisha radhiyallohu anha qalat qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innalloha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulluh. Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhisalom mundaq degan: Muloyimlik Allohning sifatlaridandir. Biz muloyim bo'ladigan bo'lsak, Allohning sifatlaridan bo'lgan bir sifatni o'zimizda mujassam qilgan bo'ladi ekanmiz, aziz qarindoshlar. Qo'pollik, manda nimalar qilmasligimiz lozim ekan. Har qanday ishda muloyim bo'lgan kishini Alloh yaxshi ko'radi deydi. Biz muloyimlikni har yerda, har qanday ishda izhor qilishimiz lozim ekan. Chunki muloyimlikni biz har yerda izhor qiladigan bo'lsak, namoyon qiladigan bo'lsak, Alloh yaxshi ko'radigan bandalarning qatoridan bo'ladi ekanmiz. Va Payg'ambar alayhisalom yana mundaq deydi: Innalloha rafiqun yuhibbur rifqa va yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi va ma la yu'ti 'ala siwahu dedi. Ravahu Muslim. Bu hadis ham Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan bo'lib, unda Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Muloyimlik Allohning sifatidan bo'lib,
Allah muloyimlikni yaxshi ko'radi dedi. Allah muloyim bo'lg'uvchilarga berdig'inini qo'pol va boshqa nachar xuluq egalariga bermaydi dedi. Muloyim bo'lgan insonlarga Alloh taolo nihoyatimi ko'p atolarni ato qiladi ekan aziz qarindoshlar. Nihoyatimi ko'p savoblarni, mukofotlarni ato qiladi ekan. Ammo biz qo'pol bo'ladigan bo'lsak, boshqalarga yomon muomalada davranadigan insonlardan bo'ladigan bo'lsak, Alloh taolaning ana shu atosidan, mehribonligidan, rahmatidan, barakatidan mahrum bo'lib qoladi ekanmiz. Payg'ambar alayhisalom boshqa bir hadisida mundoq deydi: "Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanahu va la yunza'u min shay'in illa shanahu" deydi. Bu hadis ham Ayşe anamızdan rivoyat qilingan bo'lib, unda Payg'ambar alayhisalom mundoq deydi: "Muloyimlik qandaq bir narsada bo'lsa, uni go'zallashtiradi" dedi. Bir inson nihoyatimi muloyimlik bilan muomala qiladigan bo'lsa, u insonning butun chiroyi, taqturqi, hamma narsasi nihoyatimi chiroyli ko'rinadi ekan boshqa insonlarga. Shuning bilan boshqa insonlar u insonlarni yaxshi ko'radigan bo'lib qoladi ekan. Ya'ni qandaq bir insonni Alloh taolo yaxshi ko'rsa, u insonni bandalar ham yaxshi ko'radi Alloh taolo. Aziz qarindoshlar, chunki Alloh taolo bandalarni ana shu insonni yaxshi ko'radigan mehr muhabbatni solib qo'yadi bandalarning qalbiga. Birinchi bo'lib biz bandalar yaxshi ko'radigan emas, birinchi biz Alloh taolo yaxshi ko'radigan bandalardan bo'ladigan bo'lsak, bandalar avtomatikki aziz qarindoshlar bizni yaxshi ko'radigan bo'lib qoladi ekan. Bütün insonlar bizni yaxshi ko'rib ketsin. Alloh taolo yaxshi ko'rmaydigan bo'lsa, u narsaning hech qanday bir ahamiyati yo'q aziz qarindoshlar. Biz bir ishni qiladi ekanmiz, ma ishni Alloh yaxshi ko'radi, shuning uchun qilyapman deb qilmag'imiz lozim. Ma ishni qilmasam, insonlar meni yomon ko'rib qoladi deb insonlarni o'ylab qiladigan bo'lsak, bu qilgan ishimiz riyo bo'ladi. Riyo bo'lgan ishga Alloh taolo hech qanday mukofot bermaydi. Balki Alloh taolaning g'azabiga yo'liqadigan bo'lib qolamiz. Shuning uchun biz nimaki ishni qiladigan bo'lsak, Allah yaxshi ko'radi bu ishni. Bu ishni Payg'ambar alayhisalom buyurgan, bu ishni Alloh taolo buyurgan, shuning uchun qilyapman. Vaholanki bu ishni barliq insonlar yomon ko'rgan taqdirda ham, ya'ni yaxshi insonlar qolmay, ana shu yomon insonlar yer yuzida qilib, ana shu yaxshi ishni qiladigan insonlar oz qolib qolgan taqdirda ham bu ishni Alloh buyurgan va bu ishni Payg'ambar alayhisalom buyurgan, shuning uchun qilyapman deb qiladigan bo'lsak, bizni Alloh yaxshi ko'radi ekan. Alloh yaxshi ko'rdimi, uning boshqasiga parvoyimiz falak aziz qarindoshlar. Hadisning davomida aytadi ekanki, qandaq bir narsada bo'lmaydi ekan, ya'ni muloyimlik bo'lmaydi ekan, uni satlashtirib qo'ydi deydi. Muloyimlik bo'lmasa, u narsani boshqalarning ko'ziga qo'pol, sat qilib ko'rsatib qo'yadi ekan. Shuning uchun muloyimlikni, tamkinlikni o'zimizda nihoyatimi mujassam qilmag'imiz ibodat jumlasidan aziz qarindoshlar. Mana shu narsalar o'zimizda bo'ladigan muddatcha biz ya'ni mukofot oladigan, savobga erishadigan holatda bo'laveramiz. Bu narsalarni o'zimizda mujassam qilmaydi ekanmiz, biz gunohlarningki ostiga ko'milib qolamiz. Oxirida Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mana bu hadisi bilan darsimni tugatmoqchiman aziz qarindoshlar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala: "Bala a'rabiyyun fil masjid faqama an-nasu ilayhi liyaqa'u fihi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين." رواه البخاري. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Bir arabi
masjidga siyib qo'ydi dedi. Yana Arabi çöl biyavallarda yaşaydigan, insanlardan uzak joylarda yaşaydigan, sahralarda yaşaydigan bir Arabi shaharga keldi de uni hech kim tonimas edi. Ana shu Payg'ambar alayhisalom va sahobalar ibodat qiladigan masjidga kirib, masjidning bir bulog'iga, bir yeriga siyib qo'ydi aziz qarindoshlar. Bu nihoyatda ibratlik hadis bu aziz qarindoshlar. Siyib qo'ygandan keyin darhol sahobalar uning oldiga yugurib borib, uning yoqasidan tortib bir narsa qilmoqchi bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, da'uhu dedi. Qo'yinglar. Yana u o'zining hojatini tamom qilib olsin, taymanlar. U o'zining hojati yerim yo'lda qolmasin, hojatini mukammal qilib olsin, to'liq qilib olsin, taymanlar dedi. Yani o Arabi masjidning nima ekanligini bilganda aziz qarindoshlar, mana bu ishni qilmagan bo'lar edi. U bilmas edi masjidning nima ekanligini. Payg'ambar alayhisalomning o'vatilganligini ham, payg'ambarligini ham bilmas edi aziz qarindoshlar. Bilmagan bo'lishi mumkin. Shundan Payg'ambar alayhisalom aytdi ekanki, qo'yinglar, taymanlar. Yana u o'zining hojatini mukammal qilib olsin dedi. Ma muloyimlikni, ma tamkinlikni qaranglar aziz qarindoshlar. Mana Payg'ambar alayhisalom buyuryapti. Wa ariqu ala bawlihi sajlan min ma'in aw zanuban min ma. Yana u kishi nimasi hojatini qilib bo'lib ketgandan keyin Payg'ambar alayhisalom sahobalarga aytdi ekanki, uningki ana shu nimasiga bir chilak suv olib kelib quyib tozalab o'tinglar dedi aziz qarindoshlar. Bir chilak suv olib kelib ana shu najosat bo'lgan joyni tozalab yuvib tashlanglar dedi. Fa innama bu'istum muyassirin. Sizlar osonlashtirish uchun avatildinglar dedi. Va lam tub'asu mu'assirin. Sizlar qiyinlashtirish uchun avatilmadinglar dedi. Yana bu yerda ham Payg'ambar alayhisalom sahobalarga ilm o'rgatyapti. Har bir daqiqasida nima ish qilish ekanligini ta'lim beryapti. Sizlar dinni haqiqatan kishilarga mushaqqat tug'diruvchi emas, osonlik tug'diruvchi bo'lib avatildinglar. Yani sen qandoq go'ysan, andaqsan, shunday qilamsan, bu masjid tursa, sen kallang bormi, uvami, buvami deb tillab yomon muomalani qilganda, shu insonga yomon nim qilgan bo'lardi. Hech narsa demadi-da, qo'yinglar, hojatini qilib olsin. Deb hojatini qilib bo'lib ketgandan keyin, shuning bilan Payg'ambar alayhisalom sahobalarga aytdi ekanki, bizchilik suv olib kelib, ana shu joyni yuvib tashlanglar. Bo'ldi, bu qadar. Bunchalik narsa. Sizlar nimani mashaqqat tug'dirmanglar, qiyinchilik yaratmanglar, qiyinchilik paydo qilmanglar, insonlarni qo'rqitib etmanglar, insonlarga yomon muomalada bo'lmanglar. Buning yo'li mana bu qadar. Ana shu ishni qilib bo'lgandan keyin ana shu insonni chaqirib kelib chiroyli tushuntirish lozim. Aziz qarindoshim, ey inson, ey birodar, bu mandaq joy bu. Buningga mundaq ishlarni qiladigan narsa emas. Bu yerda seni yaratgan bir Alloh taolo bor deb chiroyli dinni, da'vatni chiroyli yo'l bilan, uslub bilan qilinglar. Yana qo'pol muomaladan bilan uningga nima qiladigan bo'lsak, insonlarni o'zimizdan yiroqlashtirib o'tib qolamiz aziz qarindoshlar. Biz insonlarni o'zimizga jalb qiladigan ishlar bilan ko'proq shug'ullanmoqimiz lozim ekan. Sahobalar ana shu go'zal adab, axloqi bilan, ana shu muloyimligi bilan, tamkinligi bilan, ig'ir besiqligi bilan, go'zal adab, axloqi bilan islom dinini butun dunyoga yaygan edi. İslam dinini faqat qilich bilan dunyoga yaymagan aziz qarindoshlar. Sahobalar o'zining go'zal adab, axloqi bilan, muomalasi bilan, insonlarning og'zini ochirib qo'yadigan ana shu nihoyatda yumshoqligi, muloyimligi bilan islom dinini dunyoga taratgan. Hozir bo'lsa, biz insonlarda
ba'zi bir ko'pchiligimizda mana shu odob axloq, muloyimlik, ig'ir besiqlik, aldiraqsollik qilmaslik, mana bu ishlardan mahrum qolganmiz aziz qarindoshlar. Pokizlik deymizmi? Nima go'zal axloqlarning ko'pchiligi islom dunyosida insonlarda namoyon bo'lmaydi. İnsanlar mana shu go'zal axloq, odoblardan, payg'ambar alayhisolamning sunnatidan uzoq qolganligi uchun bir-birimizning ko'nglimizni og'irtib qo'yapmiz, bir-birimizga azor beryapmiz, bir-birimizga yaxshi muomalada bo'lmayapmiz. Oxir oqibatda insonlar orasida mehr oqibat yo'qolib ketyapti. Kundan kunga biz sunnatdan uzoqlashib ketyapmiz. Oxir oqibatda qolgan kunimiz mana shu aziz qarindoshlar. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom mana shu Qur'on va hadisga amal qilgan muddatcha biz xor bo'lmaydiganligimizni, hamisha ustun bo'ladiganligimizni bashorat berib ketgan edi. Bugungi kunlikda bo'lsa biz Qur'ondan ham uzoqmiz. Qur'onni o'qiymiz, ammo uning ichidagi narsalarga amal qilmaymiz. Hadislarni o'qiymiz, anglaymiz, ammo uningga amal qilmaymiz. Sahobalar undaq emas edi. Shuning uchun ular hayoti dunyoda ham aziz bo'lib yashadi, oqibati bo'lsa uningdan aziz bo'lib ketdi aziz qarindoshlar. Hayoti dunyoda turib jannatning ochqichisini, jannatning diplomasini, jannatning kapolatini hayoti dunyoning o'zida qo'lga keltirib o'tib ketdi. Sen jannatiysan degan insonlar ham hayoti dunyoda o'zining toat ibodatini zarrachilik kamaytmasdan yanada ziyoda qilib, men jannatga endi bundan keyin toat ibodat qilmasa ham shu insonlar jannatga kirar edi. Chunki hayoti dunyoda ularga jannatning diplomasi, jannatning shahodati, jannatning ochqisi berilib bo'lgan edi. Ammo shunga qaramasdan yanada kecha kunduzlab toat ibodatini qilib o'tib ketdi. Hozirgi kunlarda hammamizning ahvolimiz nihoyatda xarob. Ta'riflashga so'z ojizlik qiladi, so'zlarimiz yetmaydi aziz qarindoshlar. Ahvolimizni qancha nima qilsak, shuncha mezimiz, sisqimiz chiqaverdi kundan kunga. Shu holatga tushib qoldik. Shuning bilan bizning oqibatimiz ko'radigan mana shunday kunlarni ko'ryapmiz aziz qarindoshlar. Biz mana bu sunnatni oldi bilan o'zimizdan, oilamizdan, qavm qarindoshlarimizdan, urug' tuqqanlarimizdan, yaqin atrofdagilarimizdan boshlaydigan bo'lsak, ki bu narsa yeyilib hammadan o'zining oilasiga ega chiqadigan bo'lsa, o'zining oilasidan boshlaydigan bo'lsa, bu yeyilib butun shaharlarni, butun mamlakatlarni o'z ichiga oladi. Chunki hammamiz aytamiz, ko'pchiligimiz mana shu narsaga amal qila olmaganligimiz uchun holimizga maymunlar yig'layotdi aziz qarindoshlar. Allah hammamizni iymonda, islomda sabit qadam qilsin. Mana bu hollarimizni Alloh taolo isloh qilsin. Hammamizning mana bu dahshatlik, hayvatlik, qo'rqinchlik mana bu hollarimizni Alloh taolo isloh qilsin. Alloh taolo hammamizni to'g'ri yo'lda, haqiqiy islom yo'lida mangadigan mu'min, muttaqi, solih bandalaridan qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.